Assalomu alaykum. Qadrli bilimdonlarim. Tak, Instagram bilan Telegramda teng olib boramiz. Uni nima deyapti? Plus не отвечает deyapti. Bo'ldimi? Tak. Instagram bilan Telegramda bugun prямой efir qilamiz, savollarga javob. Anchadan beri prямой efir qilmadik, shuning uchun sizlar bilan bir gaplashib, suhbatlashib, sizlarda savollar to'plangan bo'lsa, savollarga javob berishga harakat qilaman imkon qadar. Ovozim eshitilyaptimi? Har doimgidek ovoz eshitilyaptimi, yo'qmi? Shu haqda so'rab olamiz. Ovoz eshitilayotgan bo'lsa, plus qo'yib chiqamiz. Mana hadeb закрыть приложение bo'lyapti. Telegramga qaytadan kirdik. Telegramdagilar ovoz eshitilyaptimi? Plus qo'yib chiqasizlar. Telegram o'chib qoldi, yana qaytadan ulandik. Eshitilyaptimi? Tak. Savollarda bitta Instagramdan, bitta Telegramdan qabul qilamiz va ularga javob beramiz. Xo'p. Yangi qo'shilganlar juda ham ko'p bo'ldi. Bizda stranichkamizga desa ham bo'ladi, akkauntimizga desa ham bo'ladi. Men o'zimda har doimgidek tanishtiruvdan boshlayman. Men Aziza Mamajanova, integrativniy doktor va endokrinologman. 20 yildan ortiq stajga ega. Faoliyatim Farg'ona va hozirgi paytda Toshkentda yo'lga qo'ydik, inshaalloh. Qabullarim через konsultatsiya Telegram orqali qabul qilinadi va yoziladi, navbatga qo'yiladi. Integrativniy doktor bilan oddiy doktorda, standart doktorda farqiga ko'pchilik borsa kerak, lekin so'rab qo'yaman. Farqini bilasizlarmi? Agar biladiganlar xabar bor bo'lsa, plus qo'yamiz, bilmaydiganlar bo'lsa, minus qo'yamiz. Assalomu alaykum, Opajon, yaxshimisiz? Очень rada вас видеть. Assalomu alaykum deganlar ko'p bo'ladi. Va alaykum assalom. Va alaykum assalom. Hammaga tak, bilarkanlar, bilmaydiganlar minus, bilganlar plus. Farqini. Bilmaydigan bor ekan Telegramda. Bilmaydiganlar Instagramda ham bor ekan. Demak, bilmaydiganlar ham bor ekan, ularga alohida yana qaytadan tushuntirib beraman. Integrativniy doktor degani organizmda bir butun holatda, bitta sistema holatda, bog'liqlik holatda qabul qilayotgan, tekshirib, davolaydigan vrachlarni integrativniy doktor deydi va integrativniy doktorlar sabab bilan ishlaydi. Ya'ni simptom bilan emas. Standart terapiya, standart meditsina bu o'stri momentlarda, o'tkir holatlarda zo'r ish beradi. Prevensiya, oldini olish, sabablarni axtarishda esa integrativ meditsina menimcha hozir juda ham avjiga chiqdi. Va integrativniy meditsina ancha nima desam, mehnat talab qiladi va charchatadigan, uzoq vaqt ishlaydigan meditsina hisoblanadi. Tak. Integrativ meditsina, preventiv meditsina haqida to'la to'kis ma'lumotni YouTube'da qo'yganmiz. Ko'rmaganlar bo'lsa tavsiya qilaman. Only Detox'da Amira Rashidova, Aziza Ismailova, Dilobar Habibullayevna va men
to'la to'kis polniy hamma mana shu organizm haqida ipidan ignasigacha gapirib o'tganmiz. Bilmaganlar YouTube'ga kirib yozsalaring chiqadi. Mana shu intervyuni mana shu kruglый stolda ko'rishlaringizni tavsiya qilaman, chunki meni oldimga kelgan patsientlar juda ham ko'pi mana shu efir orqali, YouTube orqali juda ham ko'p ma'lumotlar oldik va o'zlarini organizmi bilan o'zlari ishlashni boshlashdi va doktorlarning oldiga borganda ancha doktor darajasiga yetgan holda ular bilan tengma-teng gaplashishga erishmoqda. Hozir ongli detoks energiyasi bo'lyapti. Qo'shilmaganlar bo'lsa tavsiya qilaman. Juda ham ko'p ma'lumotlar berilgan. Endi savollarga o'tsak. Bittadan savol, bitta Instagram, bitta Telegramdan o'qiymiz. Assalomu alaykum. Fibrozа kistozna mastopatiya nimaga e'tiborga qilish kerak? Nima e'tibor qilish kerak? Fibrozna kistozna mastopatiyani eng avvalo rivojlanishiga sabab bu yod tanqisligi hisoblanadi. Shuningdek, perspirantlar ishlatishdi oqibatida asorati sifatida ham ko'rsak bo'ladi va oqsil almashinuvini muammosidan ham bilsa bo'ladi. Ya'ni ishlashimiz qaysi tartibda bo'ladi. Fibrozna kistozna mastopatiya bor bo'lsa, albatta yod preparatlarini qabul qilamiz ikki xil formada. Ya'ni qalqonsimon bez uchun va ko'krak uchun ikki xil formadagi yod qabul qilamiz. Ikkinchisi jigar bilan ishlaymiz, o't bilan ishlaymiz. Perspirantlarni olib tashlaymiz, ya'ni surkaladigan antiperspirantlarni olib tashlaymiz va oqsil almashinuvi bilan oqsilni ko'tarishga harakat qilamiz. Ko'pchilik qo'ltig'ini ostidan, qo'ltig'ida hidli terlashni yo'qotish uchun antiperspirant ishlatishadi. Bu hidli terlashni paydo bo'lishi jigarimiz mana shu oqsil almashinuvidagi adxoti ammiakni chiqarishga ulgurmaganidan qo'ltiq orqali chiqarishga harakat qiladi. Biz uni yana zatikat, ya'ni probkani bekitib qo'yamiz. Natijada ko'krakdan chiqib ketish kerak bo'lgan toksinlar yana qaytib keladi va ko'krakdagi muammolarni keltirib chiqarishga sabab bo'ladi. Va o'z navbatida ammiak bilan ishlamaganimizdagi, jigarga yordam bermaganimizdagi keyin oqsillar kamayishiga sabab bo'lishi mumkin. Va bu o'z navbatida kistalarning paydo bo'lishiga sabab bo'la oladi. Buning tagida hammasida surunkali yallig'lanish kelib chiqadi. Surunkali yallig'lanish qayerdan kelib chiqadi? Nima uchun keladi? Surunkali yallig'lanish sizga tushmaydigan oziq mahsulotlarning kirishi yoki aralash quralash yeyish yoki noto'g'ri ovqatlanish yoki vaqtida uxlamaslik yoki stress, surunkali stressda yashash bu surunkali yallig'lanishga sabab bo'la oladi. Ikkinchi savol. Savolga javob berdim deb o'ylayman. Savolingizga javob oldingizmi? Olgan bo'lsangiz plus qo'yasiz. Plus. Xo'p, assalomu alaykum azizaxon. Menda TTG 32.1 chiqibdi. Nima maslahat berasiz? Va alaykum assalom. TTG 32 chiqqan bo'lsa, sizda уже gipotireoz, ancha manifestni gipotireoz rivojlangan. Endi TTGni o'ziga qaramaymiz, T3, T4 ga ham qaraymiz albatta. Qalqonsimon bezga nagruzka tushishiga sabab nima? Qalqonsimon bez organizmni qalqonsimon bez organizmni bir qismi, ya'ni dirijor, ya'ni energiyaga javob beradigan a'zo. TTG ga nagruzka tushgan bo'lsa, TTG ko'tarilgan bo'lsa, значит, demak, organizmga energiyaga ehtiyoj oshgan. Organizmga energiyaga nima desam? Masalan, sizga pulga ehtiyoj oshib ketdi. Nima uchun pulga ehtiyoj oshdi? Qurilish qilyapsizmi? To'y qilyapsizmi? Nima uchun energiyaga ehtiyoj oshganini aniqlash kerak. Chunki qalqonsimon bez organizmni talabiga binoan ishlaydi. Energiyaga ehtiyoj oshdi, qalqonsimon bez ta'minlaydi. Ikkita energiyaga javobgar a'zo bor. Bu buyrak usti bezi va qalqonsimon bez. Qalqonsimon bezni davolaganda albatta e'tibor qaratganda albatta buyrak usti bezini ham e'tiborga qaratish kerak. Bitta TTG ga emas, har doim gapirib o'taman. TTG shitovidniy panel, ya'ni qalqonsimon bez paneli deydi.
Bu TTG, T4 erkin, T3 erkin, antitela TPO ham albatta tekshirilish kerak bo'ladi. TTGni ko'tarilishga balki sizda yod tanqislik bordir, balki sizda T4 gormoni yetishmasligi yod bilan oqsilda birlashmasi hisoblanadi, tireoglobulinni. Yo sizda yod yetmayapti yoki oqsil yetmayapti yoki ikkalasi ham yetmayapti. Mahsulot ishlab chiqarilmasligi oqibatida mahsulotni ko'proq ishlab chiqarish uchun bu yerda boshliqlar bo'l, davay qalqonsimon bezga chiqar gormoningni chiqar degan nima prikaz beradi, ya'ni prikaz o'zbekchada nima? Buyruq beradi. Gipofizda joylashgan boshliq gormonlar qalqonsimon bezga bu yerda tashqarida gormonlar kamayishini hisobiga bo'l ishla, bizga qalqonsimon bez, gipofiz qalqonsimon bezga bizga gormon kerak, bo'l chiqar degan buyruq beradi. Siz endi bu buyruqni qalqonsimon bez bajarishga harakat qiladi, lekin yod bilan xomashyo yo'q bo'lsa, yod bilan oqsil kam bo'lsa, qanday u mahsulot chiqara oladi? Shu tomondan ham qarashni taklif qilgan bo'lardim, e'tiborga qaratishlarni maslahat bergan bo'lar edim. Savolingizga javob oldingizmi? Keyingi savol. Xronический tanzilitni qanday davolasa bo'ladi? Surunkali tanzilit birinchidan oshqozon ichak tizimiga qaratish kerak. Ikkinchidan surunkali vaspaleniyaga, ya'ni albatta tanzilitni muzda ichishni to'xtatish kerak. Parhez birinchi o'rinda turadi. Surunkali yallig'lanishni nima desam, o'sha oziqlantiruvchi narsa nima bu? Bu shakar mahsulotlari, shirinlik mahsulotlari. Mana shulardan voz kechish, gluten mahsulotlaridan voz kechish va oshqozon ichak tizimiga e'tibor qaratish. Agar integrativni lorga borsangiz, bular hammasini tagi bilan ko'targan holda davolaydi. Probkalar bo'ladigan bo'lsa, albatta sanatsiya qilib tozalab yorishadi. Lekin hamma narsani tayda ichak yotadi. Ichakdagi vaspaleniyani olish kerak. Bo'ldimi? Assalomu alaykum. Savol. Kech soat 1 yoki 2 larda gohida quvg'in va dumg'aza sohasi ikkalasi bir paytda og'riq beradi. Doim emas, lekin bu nimadan bo'lishi mumkin? Javob uchun rahmat. Kech soat nechida? 1-2 da. 1-2 da qovuq va dumg'aza. Qovuq va dumg'azada og'riqning paydo bo'lishi birinchidan kichik chanoq bo'shlig'ida davleniyani oshishi. Bu davleniyani oshishi o'z navbatida atokni borligini hisobidan kelib chiqadi va har doim og'riqning sababi bu atokni borligida. Atok borki og'riq beradi. Atok qayerda? Ichagingizdagi atokda shish. Ichagingizdagi shish bo'lsa, bu yallig'lanishni hisobiga bo'ladi. Ichakdagi yallig'lanish bo'ldimi? Jenskiy a'zolarda ham yallig'lanish bo'ladi. Jenskiy a'zolarda yallig'lanish bo'ldimi? Ichak bilan jenskiydagi yallig'lanish bu shishni keltirib chiqaradi va buyraklarni siydik chiqaruv yo'llar qovuqlarga bular o'z navbatida bosib faoliyatini buzadi, zastoy berishiga sabab bo'ladi. Soat 1 bilan 2 ni o'rtasida bo'ladigan bo'lsa, ko'proq jigar meridiani hisoblanadi. Jigar zonasi sizda to'la to'kis oshqozon ichak tizimi bilan ishlash kerak. Ya'ni vaspaleniyani olish kerak. Birinchi navbatda nima qilishingiz mumkin? Srochniy ravishda maslahat bera oladigan narsa, bu albatta UZI qildirish kerak. To'la to'kis ichak faoliyatini tekshiruvchi analizlar, обязательно kaprogramma, SRB, ferritin va axlatda kalprotektinlar hammasini tekshirishni tavsiya qilgan bo'lardim va srochniy ravishda vitaprinol svecha bor. Orqa peshobga vitaprinol svechani qo'ysa, vaspaleniyani juda ham zo'r oladigan svecha hisoblanadi. Tabiiy vitaprinol svecha. Yallig'lanishlarni oladi, og'riqlar ham kamayadi. Lekin
обязательно tekshiruvdan o'tish kerak. Srochniy holatda to tekshiruvga borguncha vitaprinoldan foydalansa bo'ladi. Keyingi savol. Bitiron 50 ichvoman, yuragim tez urib ketyapti. 50 mg ko'pmi? Albatta, bitiron sizga ko'plik qilyapti. Yuragingizda taxikardiya qiladigan bo'lsa, bu sizga ko'p. TTGs necha edi? Oldin TTGni ko'rish kerak. Qalqonsimon bez faoliyat qilishi uchun T4, T3 gormonlarni ishlab chiqarish uchun xomashyo va faktorlar berish kerak. Ikkita faktor yod bilan oqsil tireoglobulin bo'lsa, tirazin oqsil kerak bo'lsa, tireoglobulin hosil bo'lish uchun kofaktorlar juda ham ko'p. Magniy, vitamin B2, vitamin B3, vitamin B1, vitamin B gruppa, vitamin A, omega, vitamin D, sink, selen, mana shular hammasi kamchilik qaysi birida bor? To'la to'kis ko'rib turib, mana shularni to'ldirsangiz, bitironsiz ham qalqonsimon bez ishlashi mumkin. Assalomu alaykum. Buqoqni operatsiya qildirgandan keyin qancha payt endokrinolog ko'rigiga borish kerak? Operatsiya qilganda qaysi ma'noda to'la to'kis olib tashilganmi yo qisman olinganmi va nima sababdan olingan? Agar onkologik bo'ladigan bo'lsa, doimiy tekshirib turiladi. Agar tugun borligi uchun olingan bo'lsa, unda qaytadan tugun hosil bo'lmasligi uchun oldini oluvchi terapiya o'tkazish kerak. Baribir endokrinolog nazorati kerak bo'ladi. Savolimiz boshqa. Assalomu alaykum Aziza, Surxondaryodan sog'inchli salomlar. Sizni yaxshi ko'ramiz va hurmat qilamiz. Siz O'zbekistonda bittasiz, boringizga shukr. Rahmat. Sizlardan bundaqangi motivatsionniy gaplar eshitish men uchun qanchalik motivatsiya beradi, dopaminimni ko'taradi va sizlarga shuncha ko'proq ma'lumotlar bergim keladi va o'qigan yangiligim, o'qigan ma'lumotlarim sizlar bilan ham bo'lishgim kelib ketadi. Demak, men to'g'ri yo'ldan ekanman. To'g'ri yo'lda ketayotib, mendan foydalanib qancha ma'lumotlar olishyapti ekan degan xursandchilik keladi. Rahmat tilaklar uchun. Men ham sizlarni hammalaringizni yaxshi ko'raman. Surunkali atsidoz holati nima sababdan bo'ladi? Metabolizm yaxshilanmasligidanmi? Nima atsidoz? Surunkali? Surunkali atsidoz, ko'proq metabolik atsidoz ham bo'ladi. Atsidozning birinchi sababi bu окислительный stressdan bo'ladi. Окислительный stressning sababi xronическое воспалениyadan bo'ladi. Va noto'g'ri xronическое воспаленияni o'zini sababi bu noto'g'ri yashashdan. Vaqtida uxlamaslik, surunkali, yana qaytadan aytaman, surunkali stressda yashash, o'zini stressga zagonять qiladi-yu, har doim stress bilan ishlashni o'rganishimiz kerak, har doim pozitivda yashashni o'rganishimiz kerak va birinchi navbatda har kun kiradigan narsa bu nima? Oziq-ovqat. Mana yaqinda bemorlarim Moskvada tekshirishdi. Hatto men o'zim fermentatsiyaga uchragan, mumkin bo'lgan sir, gavda ham neperеносимый chiqdi. Mana shu neperеносимый narsalar kiravergandan keyin organizmda xronическое воспаление, ya'ni tushmaydigan oziq mahsulot kiravergandan keyin organizmda surunkali ichakda yallig'lanish keltirib chiqaradi va bu o'z navbatida buyrak usti bezini charchog'iga olib keladi, jigarda charchashiga olib keladi va surunkali yallig'lanish bunda окислительный stress organizmda isyon holatiga olib kelib, atsidoz kisli qilib qo'yishiga sabab bo'ladi. Kisli bo'lib qolgandan keyin atsidoz holatida ishqoriy elementlarning sarflanishiga sabab bo'la oladi. Ya'ni nima? Kaliy, kalsiy, natriylar, xlorlar sarflanishi mumkin. Bitta nimani aytaman? Atsidoz holatda mana yaqqol bir misoli, atsidoz holatida qachon bila olamiz? Mana isitma olasiz,
isitma paytida hamma yo'g'i zirqirab og'riydi, oyoqlaringiz bezovta bo'lib zirqirab og'riydi-yu, mana shu paytda atsidoz kuchayib, suyaklardan, to'qimalardan magniy, kalsiylarni chiqishi mana shunaqa og'riq bilan kechadi. Agar isitma paytida o'rsa, ishqoriy tashqaridan bersak, ichki ishqoriy elementlarni sarflanishini, suyaklardan yemirilib, sug'urilib chiqilishini to'xtata olamiz. Isitma paytida o'rsa ichsak yoki reo vadalar ichsak, biz buni oldini olgan bo'lamiz, organizmga yordam bergan bo'lamiz. Hayz kelganda 10 kundan ko'p keladi. Hayz kelishi 10 kundan ko'p kelishi bu estrogen dominirованиеdan dalolat beradi. Estrogen dominирование agar hayz paytida jigarga o'xshab laxtak-laxtaklar tushishi ham bu estrogen dominирование borligidan, ya'ni estrogenlar miqdor jihatdan yoki miqdori ko'paymagan bo'lsa ham kuch jihatdan progesterondan ustun kelganidan bu narsaga sabab bo'la olishi mumkin. Birinchidan estrogen dominirованиеning sababi o'tingizdagi, jigaringizdagi muammo. Ikkinchi sababi qalqonsimon bezda yod tanqislikda ham xuddi shunaqa muammo bo'ladi. Bunda yod tanqislikda, gipotirozda progesteron yetishmasligi kuzatiladi. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Qizim 11 yosh, qo'ltiq sohasida hid bo'lyapti. Qaysi shifokorga borsam bo'ladi? 11 yosh bu переходной возраст, o'zi o'sadigan bola hisoblanadi. Bilamiz, o'sish paytida gormonlarni o'ynashi kuzatiladi. Gormonlar ko'p chiqadi va o'sish paytida oqsil almashinuviga nagruzka tushadi. Bu nima degani? Bu jigarga nagruzka tushdi degani va buyrakka nagruzka tushdi degani. Bunda hid paydo bo'lgan bo'lsa, sikl mochevina, ya'ni jigarga yordam beramiz. Bunda mochevinani ko'rish kerak, mochevinani tekshirish kerak va buyraklarni faoliyatini tekshirib ko'rish kerak. Bunda integrativniy doktorga murojaat qilsangiz bo'ldi. Integrativniy doktor sababini topib, sababi qayerdaligini topib turib yordam bera oladi. Balki sink yetishmayotgandir, balki sikl mochevinani, ya'ni mana shu ammiakni yig'ishtiradigan aminokislotalar yetishmasligi ham bo'lishi mumkin. Assalomu alaykum. Men 34 yoshdaman. Menda rani klimaks boshlandi. 3 oydan beri hayz kelmayapti, davolasa bo'ladimi? Albatta davolasa bo'ladi. Yaqinda bitta patsientimiz keldi. AMGsi 5 baravar oshgan, lecheniyadan keyin juda ham yaxshi o'zgarishlar bilan, xursandchilik bilan keldilar. Rani klimaksning sababi nima? Nima uchun organizm erta kunda hayzdan voz kechyapti? Kelinglar o'ylab ko'ramiz. Nima uchun? Birinchi sababi gormonlar, bular juda ham hokimiyatga o'xshataman. Jigar birinchi navbatda gormonlarni o'tkazadi, undan keyin toksinlarni o'tkazadi, keyin sintez qiladi. Sintez qilish bu oxirgi darajali. Organizm uchun birinchi darajali toksinlardan voz kechish, toksinlardan qutulish. Ya'ni laboratoriya bo'lsa jigar organizmda hosil bo'lgan toksinlarni, mana tashqaridan kelgan, ichkaridan kelgan toksinlardan obработка qilib turib, eritib, o't orqali, ichak orqali chiqarib yuborish bu birinchi darajali. Agar buni nagruzkasi kam bo'lsa, keyin sintez qiladi, ya'ni oqsillar ishlab chiqariladi. Gormonlar kelganda, gormonlar birinchi navbatda gormonlarni обслуживать qiladi, ya'ni nima обслуживать o'zbekchasiga xizmat qiladi. Birinchi gormonlarga xizmat qiladi, ya'ni birinchi jigardan gormonlarni o'tkazadi, keyin boshqalarni o'tkazadi. Demak, hayzni to'xtashiga sabab birinchi navbatda jigaringizda tiqilish bor, toksinlar ko'p, окислительный stress bor. Bu birinchi. Ikkinchisi, organizmda energiya nexvatka bor. Yana
hayz ko'rsa yana nima desam bo'yida bo'lib qolmasligi uchun, homilador bo'lib qolmaslik uchun organizm blok qo'ygan bo'lishi mumkin. Chunki organizm o'zini ro'zg'arini zo'rg'a boqayotgan bo'lsa, yana bitta ro'zg'arni boqolmaydi. Organizmda resurslari yetarli, energiyasi yetarli bo'lsa, bemalol yana bitta homiladorlik ga ruxsat beradi. Yana bitta ro'zg'arni boqoladigan bo'ladi. Ya'ni kambag'al oilaga, har doim aytaman, kambag'al oilaga bitta mana uni boqqin deb olib borib qo'ysa xolamaydi. Boy oila bemalol boqa oladi. Boy oila bemalol to'y qilib olib boqa oladi. Xuddi o'shanday organizm ham bitta Alloh taolo shundaqangi mukammal qilib yaratganki, o'zini o'zi qutqaradigan, o'zini o'ziga yordam bera oladigan kompensator mexanizmlar ishga tushib ketadi. Ichaklardagi kalit kasalligini va ichki buqoq, ikkita tugunli buqoqni davolashga qancha muddat ketadi? Qanchalik sizda muammo uzoq kechgan bo'lsa, shunchalik восстановлениеga, ya'ni tiklanishga shuncha uzoq vaqt ketadi. Lekin organizmda javob berishiga qarab, qaysidir organizm tez javob beradi, qaysidir organizm sekin javob beradi. Bu qay darajada, masalan, uyingizga o'g'ri, mayda o'g'ri tushgan deylik. U mayda o'g'ri har kuni jicha-jichadan, ozginadan pulingizni o'g'irlab boryapti va bora-bora siz bankrot, pulsizlik, pul yetishmovchilik holatiga boryapsiz va mana shu pul yetishmovchilik holatida organizmda qayta slabiy bo'lsa, kuchsiz bo'lsa, o'sha yerlarda muammo keltirib chiqarishni boshlaydi. Har doim hammada har xil kasallik kelib chiqadi. Ya'ni pul yetishmovchilik, kamchilik, yetishmovchilik oqibatida qayeri slabi bo'lsa, o'sha yer yirtilishni boshlaydi. O'g'rini qaysi etapda ushashingizga qarab. Boshida ushasangiz, oddiy parhezda o'zi bilan ham tiklansangiz bo'ladi. Ya'ni bitta o'g'rini ushadingizda yana abarot qilib, bemalol ishlab, yana joyiga qo'yib tikla olasiz. Ozgina ekonom variantga o'tasiz. Agar o'zi pulingizni uyda pul qolmagan bo'lsa, bankrot holatiga kelgan bo'lganda, o'zi o'g'rini ushlagan bo'lsangiz, yana o'sha holatga qaytish uchun ancha ter to'kishga, ancha vaqt kerak bo'ladi, ko'p ishlashga to'g'ri keladi bo'ladi. Shuning uchun bu individual holat, individual qaraladi. Svobodniy T4 40-93, Svobodniy T3 850. Antitela retseptor 3-1 va toksichniy zot tashxis qo'yishdi. Yorug'lik qarasam, keyin shu yorug'lik izi qayerga qarasam ko'rinib turadi. Tirazol 5 mg ichyapman. Nima maslahat berasiz? Qalqonsimon bezni davolashda bitta tirazolni o'zi bilan tuzata olmaysiz. Organizmda qayerda nosoz joylari bo'lsa, o'sha yerni qaratish kerak. Mashina ovoz chiqargan bo'lsa, ustaxonaga olib borganda ko'rib bering deb hamma yo'g'ini ochishadi. Muammo qayerda bor ekan deb tushgan, buzilgan joylarni hamma yo'g'ini sozlashadi. Nima endi organizm buzilganda qalqonsimon bez bitta organizmda bir qismi bo'ladigan bo'lsa, bitta mana shuni o'zini davolash bilan natija ola olmaysiz. Qalqonsimon bezga nagruzka tushish sababini tagi bilan qarash kerak. Nima uchun bu shu holatga qaytib, shu holatga tushib qolganligini to'la to'kis tekshirish kerak bo'ladi. Ya'ni defitsitlar bilan ishlash kerak, окислительный stress bilan, vaspaleniya bilan, hammasi bilan ishlash kerak. Oshqozon ichak tizimi, pochka qay holatda, bular qaysi har bitta a'zo qanday ishlayapti, har bitta a'zoni ko'rib chiqish kerak. Qaysi a'zoga yordam kerak, hammasini ko'rib chiqish kerak. Sabab nima? Oqtarish kerak. 10 oylik chaqaloqqa gipotiroz tashxisi qo'yildi. Buni davosi bormi? Tug'ma gipotiroz bo'lishi mumkin 10 oylik chaqaloqda. Endi men детский endokrinolog emasman, ko'proq buni детский endokrinologlar bilan hal qilinadi. Tug'ma gipotirozmi yoki keyin rivojlangan gipotirozmi? 10 oylik bo'lsa ko'proq tug'ma gipotiroz bo'lishi mumkin. Homiladorlikka tayyorgarlik
ko'rmoqchi edim. Aysa bu onlayn qabulingiz ochiqmi? Sizni davolanishni juda xohlardim. Hozircha onlayn qabulni berkitganman. Hop. Salom, kortizol bilan insulin baland chiqdi. Menda besim 100 kilo edi. Gormon spiral qo'ydirgandim. Oldirdim yaqinda. Dieta qilyapman. Endi 5 kilo tashladim. Kortizol pasayishiga nima maslahat berasiz? Zobimiyam UZIda kichrayib ketibdi dedilar. Nima maslahat berasiz? Oldin zobim kichkina emasdi. Yodmari ichsam bo'ladimi? Sidik dimlanib qolishga nima maslahat bo'ladi? Bir boshdan bo'ladigan bo'lsa juda ham ko'p savol keldi. Siydik dimlanishi qachon bo'ladi? Siydik dimlanishi tuzlarga to'lganda. Buyrakda tuz to'lib qolganda siydikda, qovuqda yoki buyraklarda dimlanish bo'ladi. Buni buyrak kanalizatsiya yo'li, ikkinchi kanalizatsiya yo'li desak ham bo'ladi. Ichak birinchi, bu ikkinchi kanalizatsiya chiqarish yo'li deb oladigan bo'lsak, birinchi navbatda davolanishdan oldin kanalizatsiya yo'llarini ko'ramiz. Tuzlar bo'ladigan bo'lsa, qanaqa tuzlar? pH-ni. Sidik analiz topshirganda har doim sidik analizda pH reaksiyasi ham deyiladi va zichligiga e'tibor qarating. Tuz bilan ishlash kerak. Kollagen ichish haqida Yo'q, o'sha savolda yana boshqatdan. Savol ko'p edi-yu bitta odamdan. Xo'p. Kortizolda haqida aytdingiz. Kortizolda aytmadim. Kortizol qachon ko'tariladi? Kortizol ko'tarilish sabab bu kortizol stress gormon. Qachon ko'tariladi? Organizm stress holatiga tushirganingizda. Yana qaytadan aytaman, nechida uxlaysiz? Kortizol ko'tarilyapti, insulin billa ko'tariladi. Kortizol bilan insulin billa yuradi. Qachon kortizol insulin ko'tarilaveradi? Ko'tarildi. Buni sababi birinchi shirinlik ko'p yegandan, ya'ni prostoy uglevodni yeyishdan. Tez so'riluvchi uglevodlarni yeyishi. Shakar, vareniya, kompot, pechoniy, tort, pirojniylarni yoki mevalarni ortiqcha ko'p yeyishi yoki shirin choylar. Shirinlik yedingiz, glyukoza ko'tarildi. Ko'tarilgan glyukozani organizm qayergadir tiqishga harakat qiladi, insulin ko'tariladi. Insulinni birdaniga ko'pgina ishlab chiqaradi, glyukozani birdaniga hammasini olib kirishga harakat qilib, me'yordan ko'p sложный tez so'riluvchi uglevodlarni yeganda insulin ortiqcha ko'payib ketadi. Mana shu glyukozani yo'qotaman deb, joylayman deb birdaniga tushirib yuboradi. Mana shu tushirib yuborgan glyukozani organizm yana ko'tarishga harakat qilib, kortizol ko'taradi. Kortizol glyukozani ko'tarishga. Mana shu glyukozani o'ynashi eng yomon narsa. Mana shu glyukozani o'ynashi qon tomirdagi muammoni kelib chiqishiga sabab bo'la oladi. Birinchi navbatda nima uchun kortizol ko'tarilyapti? O'zingizda to'la to'kis yashash sharoitingizda, yashayotgan rejimingizda, ritmingizda, obrazingizda ko'rib chiqing. Sababini axtaring. Nima uchun insulin bilan kortizol ko'tarilyapti? Bu o'z navbatida yaxshilab e'tibor qaratsangiz sababi chiqadi. Hop. Nima zoblar kichrayib ketibdi, oldin kichkina emas ekan, yodamari ichsa bo'ladimi? Endi yodamarinda albatta ichsa bo'ladi, lekin analizlarga qarab va ko'rmasdan turib ayta olmayman. Qalqonsimon bez paneli polni check-up qilib, organizm bilan bir butun holatda ishlash kerak. Organizm drive bo'lib banandaqasiga ishlayotibdi. Sidik dimlanishiga nima aytsam bo'ladi? Sidik dimlanishiga nima aytsam bo'ladi? Sidik dimlanishiga sidik analiz topshiring, pochkangizda UZI qildiring va sidikni tuzini erituvchi preparatlardan foydalansangiz bo'ladi. Kanifron ichsangiz bo'ladi. Saltasten ichsa bo'ladi, uraclemin ichsa bo'ladi. Men oxirgi paytlarda uralizin forte ishlatyapman, juda ham kolossalniy zo'r effekt beryapti. Kollagen haqida ma'lumot bering, organizmga ziyoni yo'qmi? Kollagen qachon mumkin emas? Agar oksalatingiz me'yordan ko'p bo'lsa. Chunki kollagen tarkibidagi glitsin ham oksalatga aylanib qolishi mumkin. O'shaning uchun bir xilliklar kollagen ichsa ko'zlari achishadi.
bo'g'imlarda og'riqni yo'qotish o'rniga kuchaytirishi mumkin. Mana shunda siz kollagen sizga tushmaganini bilsangiz bo'ladi. Oksalatingiz me'yordan oshib ketsa. Oksalat qachon oshadi? Organizmda gribok bo'lsa, vitamin B6 yetishmaslik bo'lsa yoki oqsil ortiqcha parchalanib ketayotgan bo'lsa. Sizda nima? Men bilmayman. O'zingiz mana shular sabablariga qarab topsangiz bo'ladi. Assalomu alaykum doktor. Menda gipotireoz borda maslahat bering. Gipotireozda osongina oldin L-tiroksin iching. Shu bilan bo'ldi degan bo'lar edim. Afsuski hozir unaqa deya olmayman. Organizmda polni check-up qilib, nima uchun gipotireoz holatga tushgansiz? Yetmayaptimi? Tirazin yetmayaptimi? Oqsil yetmayaptimi? Yoki qalqonsimon bez ishlash uchun kofaktorlar yetmayaptimi? Nima yetmayapti? Oldin tekshirish kerak sizni. Assalomu alaykum, bolam 6 oylik, juda ham ko'p terlaydi. Vitamin D3 berib yurgandim. Qonda D3 OH 25 tekshirsam ko'p chiqdi. 122, ammo terlash juda ham ko'p. Nima qilish kerak? Qaranglar, hozir hamma terlasa vitamin D deyishadi. Vitamin D dan bo'lmasligi ham mumkin. Terlash birinchi navbatda nima uchun odam ko'p terlaydi? Detoksda zatik bo'lsa, ya'ni detoksda tiqilish bo'lsa, sizda terlash ko'p bo'ladi. Terlashni qayerda borligiga qarab. Bo'yindan tepasi bo'lsa, jigar ko'proq jigarda zatik bo'lgan bo'ladi. Ya'ni orqa terlasa ham jigardan bo'lgan bo'ladi. Terlash bu detoksda tiqilish borligidan. Detoksda tiqilish borligi jigar bilan buyrakka qarang. Ko'krak uchun yod nomi qanday va antiperspirant o'rniga pritsepka ishlatsak bo'ladimi? Antiperspirant sifatida bitta zo'r nima bor? Mastopatiyaga ham rosa zo'r yordam beradigan bitta preparat bor. O'shani topib sizlarga qo'yib qo'yaman. Telegram kanalga qo'shilmaganlar bo'lsa, Telegram kanalga o'tib olsalaring, Telegram kanalga qo'yib qo'yaman o'sha preparatni rasmini. U ham davolashda ham ishlatiladi, ham perspirant sifatida ham ishlatsa bo'ladi. Assalomu alaykum. O'g'lim 6 yosh, oyog'i X-obrazli tashxisi bor. Kuchayapti, tushmasdan aqldan boshqasi chiqyapti. Qaysi analizlarni topshirish kerak? Vitamin berib tursam bo'ladi. Ko'rigizga borguncha. Tak, X-simon qishish, vitamin D yetishmasligidan I plus DSTdan. Displaziya соединительной тканиdan bo'lishi mumkin. Oqsilga e'tibor qaratish kerak, defitsitlarga e'tibor qaratish kerak bo'ladi. Displaziya соединительной ткани onada kamqonlik bilan homiladorlik o'tgandan bo'lishi mumkin. Bu shunga e'tibor qaratish kerak. Har doim X-simon yoki ayollarda bachadonni pastlashi, buyraklarni pastlashi, xullas a'zolarni pastlashi bu displaziya соединительной тканиdan bo'ladi, DST deyiladi. Saramas kasalligi qanday davolasa bo'ladi? Nima? Saramas kasalligini qanday davolasa bo'ladi? O'zbekchasi, ruschasi qanaqa ekan saramasda? Ruschasini ham yozib yuboringlar, qanaqa kasallik u? Saramas. 11 yosh qizimda qo'ltiq sohasida o'qidik. Assalomu alaykum. Vitiligo haqida iltimos, 13 yoshda. Vitiligani sababi bu ruh, med almashinuvini buzilishidan, shuningdek jigardagi nagruzkani kattaligidan va jigarda birinchi fazada o'zgarish borligidan kelib chiqadi ko'proq. Va parazitozdan ham kelib chiqadi. Shogird olasizmi deb so'rashibdi. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? T4 15/7, TTB Q9, T3 Tur, SRB 038. Normami opa? TTG nechi? Q9. T3 Tur, SRB 038.
Normal nota. T3. T3 to'g'ri to'r. T4 15/7. Yomon emas. Analizingiz yomon emas. Endi analizni davolamaymiz. Odam organizmni o'zini ko'rish kerak. Shikoyat bormi, yo'qmi, nima uchun topshirdingiz? O'zingiz borib topshirmagandirsiz. Analiz bilan klinika birga ko'riladi. Analizni o'zi emas. Analiz, klinika va shikoyatlar, tashqi ko'rinish albatta birga ko'rish kerak. Kompyuter bilan bog'liq ishda ishlaymiz. Kechgacha oyoqlar shishib, oyoq kiyim siqib qoladi. Bu nimadan bo'lishi mumkin? Kompyuterda uzoq o'tirganda kichik chanoq bo'shlig'ida harakatsizlik hisobiga shish, dimlanish kelib chiqadi. Va bu o'z navbatida kichik chanoq bo'shlig'idan past a'zolarda qon aylanishni buzilishiga olib keladi. Natijada qon aylanish buzilgandan keyin venalar qaytishi qiynaladi. Venalar bizga nima uchun kerak? Musirlarni yig'adi, limfalar musirlarni yig'ib jigarga hammasi keladi va moddalar almashinuvi ro'y beradi. Sizda zastoyning hisobida, ya'ni zastoy aylanish, qon aylanish buzilishi, dimlanishning hisobiga shu narsa kelib chiqadi. Shuningdek, uzoq vaqt o'tirish hisobiga belkovoy oqsil konglomerat musirlari ko'payadi. Bitta storiesda Liza Radiyevich qo'yganida, kompyuterda ko'p o'tirganlarda Repair Gold bitta ichib olishni tavsiya qilgan. Bu mana shu oqsil musirlarni yig'ishtirishga ham yordam beradi. Doktor klassik endokrinolog bolalarimda mamchi standart demoqchi bo'lganlar. Standart endokrinolog bolalarimda yod yetishmasligini tashxisini qo'ydilar. Bolalarimni bo'y past, imkonim boricha to'g'ri ovqatlantiraman, kechki 10 da uxlataman. Yana nimalarga ahamiyat beray? Bo'y past bo'ladigan bo'lsa, yoddan tashqari sink qanaqa, oqsil qanaqa, ammiak yetarlicha chiqyaptimi, yo'qmi, bularni hammasini e'tiborga qaratish kerak. Balki yodda o'zi yetmasligi mumkin, balki oqsilingiz ham kamdir. Chunki qalqonsimon bez ishlash uchun yoddan tashqari oqsil ham kerak-ku. T4 gormon, yod plus oqsil, tireoglobulin. Tireoglobulin uchun tirazin oqsil kerak bo'ladi. Shuning uchun hamma narsani organizmda nima muammo borligini bitta oilaga borsangiz, muammo bo'lsa, nima muammoing bor deb so'raysizlar-ku. Mana so'raladi-ku. Nima muammoing bor, nima kamchiliging bor, qaysi tomondan yordam bering deb so'raysizlar. Organizmda ham xuddi shunaqa. Borib turib, senda mana bu kamchilik bor deb tashqaridan u odamda u kamchiligi yo'q bo'lishi mumkin. Shunday berib ketmaysizlar-ku. Nima kamchilik bor, qaysi tomondan yordam kerak deb so'raladi. Organizm ham xuddi o'shanaqa narsa. Так, primoy efirimizni yakunlaymiz. Menimcha yaxshi, juda ham ko'p savollarga javob berishga ulgurdim. Nima desam, effektivniy bo'ldi deb o'ylayman. Harakat qilaman haftada bir marta primoy efir qilishga. Albatta harakat qilaman. Savollarni to'plab tursalaring, savollarga javob berib, sizlarga ozgina bo'lsa ham men tomondan yordam tegsa boshim osmonga yetadi deydi. Albatta Allohning roziligida qancha yordam tegsa bu dunyoga kelishimdan maqsad shunday kelib ketish emas, balki ozgina bo'lsa ham yordam tegib ketishi. Shuning uchun menga kelgan bilimlarni sizlar bilan ham bo'lishga harakat qilaman. Imkon qadar harakat qilaman. Efirga kirganlar, vaqtni ajratganlaringiz uchun tashakkur bildiraman. Vaqtlaring uchun rozi bo'lasizlar va bizni kuzatishni davom eting. Imkon qadar foydali bo'lishga men ham harakat qilaman. Yaxshi qolinglar, yaxshi dam olinglar.
Saqlangiz qilamizmi? Qayerda saqlangiz qiladi, to'xtatishdi.